Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Mana xabarlaringiz bor. Toshkent shahridagi eng nufuzli oliy o'quvchilardan, oliy dargohlardan biri hisoblangan Toshkent to'qimachilik va yengil sanoati institutining muhtasham saroyida Renessans ilmiy markazining homiyligida tadbir bo'lib o'tdi. Xalqaro tadbir. Mana shu anjumanda juda ko'plab o'z sohasining ijodkorlari, o'z sohasi ustalari ko'krak nishonlari bilan taqdirlandi. Men fursatdan foydalanib mana shu xalqaro tanlovning o'sha hakamlar hay'atining uyushmasi sifatida, uyushmaning bir vakili sifatida demoqchimanki, men baxtli insonman. Sababi mana shunday chiroyli ko'krak nishonlarini olib, mana shunday e'tibor va e'tirofga sazovor bo'lganimdan xursandman. Shu o'rinda aytmoqchimanki, Oltinsoy Alloh nazarida tushgan yurt. Bu yurtda yoturlar donish olimlar, sufi Allohyorning hoki shu yerda Mavlono Zohid ham topdi qo'nimlar. Men Surxondaryo farzandi, Surxondaryo vohasining Oltinsoy tumanining farzandi ekanimdan faxrlanaman. Sababi mana Toshkent shahridagi eng so'lim maskanlaridan biri Ibrohimbekda, To'chijon rahbarlik qilgan Ibrohimbekda mana shunday chiroyli bir piyola choy istib o'tiribman. Shu fursatdan foydalanib Oltinsoy tumanidan kelib mana shu Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan barcha do'stlarimga, birodarlarimga, jigarlarimga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sababi mana adliya bo'limida ishlayotgan Ahmad aka, bugungi O'zbekiston gazetasining bosh muharriri Said Mo'min Xolbayev Jumayevga, mana Toshkent irrigatsiya institutining domlasi Nizomjonga, qolaversa barcha oltinsoyliklarga tabrik uchun, bugungi e'tibor va e'tirof uchun o'zimning tashakkurlarimni izhor qilaman. Jo'ra Rahmonov Toshkent shahridan maxsus tayyorlandi.